9-mart 5:11 tun. Hozirgi paytda Ramazon oyida ko'pimiz guvoh bo'lyapmizki, restoranlarda, choyxona, kafelarda juda ko'p dasturxonlarda zo'r taomlardan mazza qilib taomlarni o'tayotgan do'stlar, jo'ralar, ba'zi holatlarda qorni kattadan katta akaxonlar mazza qilib ovqatlanayotgan bir paytda saharligiga, iftorligiga yeyishga hech vaqosi yo'q oilalarning ro'yxati bizda juda katta. Sizlar buni juda yaxshi bilasizlar. Chunki biz minglab, yuzlab insonlarning uyiga bordik, videolarni ko'rsatdik. Bu safar ham biz bugun kuni bilan bozorlikni qilib, mana shu yerda 100 ta, diqqat bilan eshiting, 100 ta xonadonga, har bir xonadonga 850 ming so'mlik produktni oldik. Ya'ni 85 million so'mlik produktni oldik. Albatta, bu produktlarni xosligi ko'rsataman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. 25 xil produktga qurbimiz yetdi, lekin bizning niyatimiz har safariga o'xshab to'kin sochin 45-50 xil, vaholanki 55-60 xil produktni olish. Videoni oxirigacha ko'ring, yetmagan produktasini agar bu produktlarning ichida bilib qolsangiz, qantigami, yog'igami, guruchigami, parvardisigami yoki novotigami, nonigami, nimasiga hissa qo'shsangiz biz mingdan-ming rozimiz. Yoki sizda ishlab chiqarish bo'lsa, tort ishlab chiqarasizmi yoki kartoshka sotasizmi, 5 kilo, 3 kilo kartoshka jo'natib olsangiz ham biz bu ehsonimizga sizning nomingizdan qo'shib o'sha 100 ta oilaga olib borib topshiramiz, hurmatli do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Hissa qo'shmoqchi bo'lganlarga albatta kartani qo'shib qo'yaman, albatta majburiy emas. Shuncha bozorlikni qilib tayyorlab keldik. Nasib Alloh o'zi yetkazadi, qolganini ham bir amallaymiz. Lekin har ehtimolga qarshi 4-5 ta kartani qo'shib qo'yaman. Hissa qo'shish majburiy emas. Bir karta blok bo'lsa, ikkinchisiga harakat qiling. Ikkinchi karta blok bo'lsa, uchinchisiga harakat qiling, chunki kartalar 100 ta perioddan keyin blok bo'lib qoladi. Ya'ni 5000 so'mdan tashlasangiz ham blok bo'lib qoladi, 100 tadan keyin 100 ming so'mdan tashlasangiz ham blok bo'lib qoladi. Ya'ni 1 million, 2 milliondan keyin blok bo'lib qolish ehtimoli juda yuqori. Endi bitta oilaga olinayotgan narsalar hozircha tovuq, qo'y go'shti, kichkina un, ikkitadan bulutchka, kopchonniy kolbasa, varyonniy kolbasa, gel, pryanik, azestet suvi, sir, ko'k choy, tuxum, guruch 2 kilo, grechka, mosh, qora choy, tushonka, chokotella, bolajonlar uchun, shirinlik, zugushonka, konfet, chokopay, makaron kichkinasi va mana bu bir qop 100 ming so'mlik makaron va katta qopda un. Umumiy mana shu turishi 850 ming so'm. Bunaqadan bu yerda 100 ta. Lekin bizga hali ro'yxat juda katta. Ba'zi birlariga tuxum yetmay qolgan, ba'zi birlariga unimiz yetmay qolgan. Bizga hurmatli do'stlar, mana shu yetmay qolgan joylariga yana bir 25 ta produktimizni ro'yxati bor. Tish pasta, tish cho'tka, kerak bo'lsa tualetda bo'lmagan. Xullas biz har safar 45-50 xil, kerak bo'lsa 65 xil, 67 xil narsa olganlarimizni ham videoda ko'p do'stlarimiz ko'rgan. Ya'ni biz obunachilarimiz ilgaridan, eskitdan kuzatadigan obunachilarimiz bizni bozorliklarimizni har doim azaka bozori yuzga qilgandek qilibsiz, juda zo'r deb har doim o'sha olqishlab kelishgan. Shuning uchun hali bizda 3-4-5 kun vaqtimiz bor. Kelasi jumaga mo'ljallab turibmiz. Mana shu 4-5 kun jarayonida agar shu raqamlarga telefon qilib, o'zingiz ishlab chiqarishingizdan bir produktingiz bo'lsa, jo'nating, biz qabul qilamiz, yo'yib olamiz. Yoki ham kartalarga hissa qo'shing, ozgina bo'lsa ham ertaga yana bu assortimentni to'ldirib, ko'paytirib boramiz. Barcha hissa qo'shganlardan yaratgan rozi bo'lsin, hech kim majbur emas. Biz bu ishlarni yolg'izgina Allohning roziligi uchun qilyapmiz, chunki bizda damkomlar bergan ro'yxatlar juda katta. O'sha insonlar bizni kutib o'tirishibdi. Farzandlar, har bitta oilada kamida 4-5 tadan farzandlari bor. 100 ta oila bu degani kamida 400-500 kishini biz xursand qilamiz, hurmatli do'stlar. Ro'za Ramazon kunlari, Xudo xolasa, bunaqa yaxshiliklarni ko'pini qilamiz. Barcha hissa qo'shganlar yanada rozi bo'lsin. Like, kommentariy yoki bu videoni o'z storisingizga qo'ysangiz, albatta biz xursand bo'lamiz. Biz bilan bizni podдержка qilgan barcha obunachilarimizdan minnatdormiz. Rahmat.